yoshligidan chistoplotniy bo'lganlar bormi? Masalan, men to'g'risi yoshligimdan mani onam juda ham tozalikka qattiq qarab e'tibor beradigan inson bo'lganlar. Hali ham shunaqalar, alhamdulillah. Odamni o'rgangandan keyin bilasizlar-ku, g'ash keladi-ku, shunaqa narsa bo'lgan. Hozir uyimga tozalaydigan Madina degan bir yaxshi singlimiz bor. Kelib mana shu uy uborka xizmatini amalga oshirib ketadilar. Hozirgi ro'za Ramazon oylarida uylarda iftorliklarga ham tozalash xizmatlari va iftorlikni o'tkazib berishda yordam beradigan mana shunaqa chiroyli xizmatlarini yo'lga qo'yishibdi. Nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqib o'zingizlarning buyurtmalarini amalga oshirsanglar bo'lar ekan. Hammalarga rahmat.